So'raydigan odamlar bo'lsa, ko'chada звуки ikki taraflama ovozligini qo'ygan ma'qul. Bu himoyasi bo'ladi. Kamerani oddiy kopustili shuni oladi, shunda tiqib qo'ya qoladi. Aslida bu xato. Xato ham qanaqa? Ichkariligi xato, tashqariligi. Bu himoyasini taqib tortganda ham tushib ketmaydigan bo'ladi. Osiltirib boshqa qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, aka, bu qo'yayotgan kamerangiz odamlarga qiziqda. Oddiy narujniy, ya'ni tashqi kamera bilan buni nima farqi bor? Ikkalasi ham misol uchun kamera, buni ham tashqariga qo'ysa bo'ladi, tashqaridagini ham ichkariga qo'ysa bo'ladi. Bu patologik hisoblanadi. Ichkarigi afzalligi bu parlamaydi ichkarida. Tashqarida bo'lsa suv yomg'irga ham chidaydi. Faqat ichida parlanib qolishi mumkin. Ana kondensat deydi-yu, suv yig'ilib qolishi mumkin. Yana bitta savol. Xo'p. Tashqaridagi kamera bilan bu kamerani olish obzorlari farqi bo'ladimi? Farqi bo'lmaydi. Ikkovi ham bir xil oladi. Bitta o'sha narujniy shu ko'chaga moslangan bo'ladi. Xo'p. Narxigachi, narxida qanaqa farqi bo'ladi? Narxida keyin misol uchun ko'plar savol beradi-da, ichkaridagi kamera qimmatroq yuradi deb o'ylashadi yoki bo'lmasam tashqaridagi kamera. Agar so'raydigan odamlar bo'lsa, ko'chada звуки ikki taraflama ovozligini qo'ygan ma'qul. Bu himoyasi bo'ladi. Kamerani oddiy kopustili shuni oladi, shunda tiqib qo'ya qoladi. Aslida bu xato. Xato ham qanaqa? Ichkariligi xato, tashqariligi. Bu himoyasini taqib tortganda ham tushib ketmaydigan bo'ladi. Osiltirib boshqa qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, aka, bu qo'yayotgan kamerangiz odamlarga qiziqda. Oddiy narujniy, ya'ni tashqi kamera bilan buni nima farqi bor? Ikkalasi ham misol uchun kamera, buni ham tashqariga qo'ysa bo'ladi, tashqaridagini ham ichkariga qo'ysa bo'ladi. Bu patologik hisoblanadi. Ichkarigi afzalligi bu parlamaydi ichkarida. Tashqarida bo'lsa suv yomg'irga ham chidaydi. Faqat ichida parlanib qolishi mumkin. Ana kondensat deydi-yu, suv yig'ilib qolishi mumkin. Yana bitta savol. Xo'p. Tashqaridagi kamera bilan bu kamerani olish obzorlari farqi bo'ladimi? Farqi bo'lmaydi. Ikkovi ham bir xil oladi. Bitta o'sha narujniy shu ko'chaga moslangan bo'ladi. Xo'p. Narxigachi, narxida qanaqa farqi bo'ladi? Narxida keyin misol uchun ko'plar savol beradi-da, ichkaridagi kamera qimmatroq yuradi deb o'ylashadi yoki bo'lmasam tashqaridagi kamera qimmatroq yuradi deb o'ylashadi. Aslida unaqa emas, katta raznica o'ynamaydi. Endi sifatiga ham bog'liq. Agar ikkalovi bir xil kamera bo'lsa, narxi o'zgarmaydi. Asosan